Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 1-iyundan kafe va restoranlarda bir necha kunga ham rasman ishlash mumkin. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda kafe va restoranlarga xodimlarni soddalashtirilgan tartibda, ya'ni 1 kunlik yoki 7 kunlik kabi qisqa muddatga ham rasmiy yo'llash mumkin bo'ladi. Daryo tanishgan kichik biznes subyektlarining o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi prezident farmoniga ko'ra, 2026-yil 1-iyundan boshlab umumiy ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatuvchi tadbirkorlik subyektlari uchun ayrim toifadagi xodimlarni mehnat organlarining mobil ilovasi orqali soddalashtirilgan tarzda shu kunning o'zida va muayyan muddatga rasmiylashtirish va ish haqqini to'lash tartibi joriy etiladi. Bu taklif 26-may kuni Shavkat Mirziyoyev kichik biznes subyektlari o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy sharoitlar yaratishga qaratilgan takliflari taqdimoti bilan tanishilganda bildirilgandi. Ba'zi bir umumiy ovqatlanish yoki turizm, mehmonxona sohalarimizda xodimlarni bir kunlik, bir haftalik ishga olish holatlari ko'p kuzatiladi. Bunda xodimni rasmiylashtirishda shu kunning o'zida, ya'ni o'sha bir kunlik ish haqqi berish evaziga yoki bir haftalik ish haqqi berish evaziga xodimni rasmiylashtirish imkoniyati paydo bo'ladi, dedi Soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari Jahongir Abdiyev O'zbekiston 24 telekanaliga bergan intervyusida. 21-aprel kuni umumiy ovqatlanish va gastronomiya sohasidagi tadbirkorlar bilan ochiq muloqotda umumiy ovqatlanish va mehmonxona sohasida xodimlarni rasmiy ishga olish tartibi amaldagi talablarga mos kelmayotganligi bilan bog'liq muammolar ko'tarilgan edi. Ma'lumki, ilgari qonunchilikda barcha uchun bir xil edi. Davlat tashkiloti bo'ladimi yoki biznes, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish tartibi umumiy qoidalar asosida amalga oshirilardi. Biroq umumiy ovqatlanish sohasida vaziyat boshqacha. Xodimlar ko'pincha qisqa muddatga ishlaydi, ayrimlari hatto kunlik asosida jalb qilinadi, ish hajmi va grafik doimiy emas. Endi qonunchilikka kiritilayotgan o'zgarishlar bilan xodimlarni soddalashtirilgan tartibda 1 kunlik yoki 7 kunlik kabi qisqa muddatga ham rasmiy yo'llash mumkin bo'ladi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash videolardan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.